会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Ovarchilik qushtirgan Mofli xonim. Qara, Markus, men 3 raqamiga o'zgara olmayman. Qoltisgan sen go'vo. Mening demoqchi bo'lganim sen rostli 3 raqamga o'zgaribsan. Men aslim qaytib keldim. Hozir men 3 raqam emas. Chirqiroq ekran doim govini qo'rqitib yetadi. Chirqiroq ekran? Ha, Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq matematika adabida shu yerda paydo bo'ldi. Bu bo'lsa g'alati maxluq yaslisida o'qituvchisi Mofili xonim bo'ldi. Yaxshimisiz Mofili xonim? G'alati maxluq matematika adabida faqat sizlarni menga yordam qila olasizlar. Hozir kichik maxluqlar sizlarning yordamingizga muhtoj. Ularning ko'ngli bak yerim. Nimishqularning ko'ngli buncha yerim. Nimishqularning ko'ngli buncha olay yerim. Bugun g'alati maxluq yaslisining alvasti g'alati yuzlik shar o'ynash kuni edi. G'alati yuzlik shar o'ynash? Vau, men g'alati yuzlik sharni bak yaxshi ko'raman. Kichik maxluqlarni yaxshi ko'rdi. Ular doim tikilib qarash o'yinini texmi yaxshi ko'rib o'ynaydi. Tikilib qarash o'yini? U qanday o'yin? Bu ularning yoqtiradigan o'yini. O'ynaganda g'alati yuzlik sharga tikilib qarashni ko'rsatadi. Bu o'yinning qoidasi bo'lsa g'alati yuzlik sharga uzun vaqt tikilib qarash kerak. Qancha uzun bo'lsa shuncha yaxshi. Faqat siz uningda qo'rqinch qarab tursiz. Kichik maxluqlar shunday yaxshi ko'radi. Anglamaqqa bak qiziqarli ekan. Shundoq. Biroq afsuslanarligi shuki, kichik maxluqlar qo'rqqandan u yoq bu yoqqa yugurishganda ehtiyotsizlikdan shar qo'ldan chiqib ketib uchib ketdi. Shu sababli ularning ko'ngli bakla yerim bo'ldi. Biz o kichik maxluqlarning doim shundoq beyarim bo'lishiga qarab o'tirsak bo'lmaydi. G'alati maxluq matematika adabiyotchilarga yordam beradi. Faqat sizlarning yordam qila oladiganliklaringizni ishonalayman. Biz o kichik maxluqlarga yordam qilishimiz kerak. Biz g'alati maxluq matematika bilimlaridan foydalanib ularga yordam qila olamizmi? Albatta, chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Hey, bizning atritimizga qo'shilib, birlikda vazifa o'rindigingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimiz yordam beradi. O raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, yenik. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Yenik. Hozir vaqt emas ko'vo. Yana bir qatim san maxluqni ko'rganda anlatsam. Ha, ma'qul. Men doim unutib qolaman. Ma'quli, g'alati maxluq matematika atirti, g'alati maxluq yaslisiga boraylik. Yaxshimisiz Mofili xonim? G'alati yuzlik sharmidi? Kichik maxluqlar bu do'stlarni g'alati maxluq matematika atirdiklari qo'rqitib qo'ymanglar. Tangrimga shukri, elimizlar keldinglar. Agar bu sharlar bu shundoq pichib ketaversa, kichik maxluqlar tikilib qarash o'yini o'ynay olmay qoladi. Shar haqiqatan yenik dars ekan. Raqamli maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Yenik, biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3 Yenik. Qaranglar, biz g'alaba qildik. G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. Bir g'alati maxluq ham yo'g'on, ham eg'ir bo'lgan toshni ko'tarmoqchi bo'pti, biroq egiz ko'tara olmabdi. Bu maxluq yana ham kichik, ham yenik bo'lgan to'pni ko'tarib ekan, nihoyat egiz ko'tara olabdi. Ham yo'g'on, ham eg'ir bo'lgan toshni ko'tarish qiyin. Biroq ham kichik, ham yenik bo'lgan to'pni ko'tarmak oson. Ha, bu kichik, ham yenik bo'lgan to'pning elastikligini nima degan yaxshi. Yo'g'on ham eg'ir bo'lgan tosh bilan kichik ham yenik bo'lgan to'pni bostirib qo'ysak, to'p sal mejilganda qilgan bilan biroq hargiz qochib ketolmaydi.
Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani. Biz hozir eg'ir va yenik degan uqumga ega bo'lib, qanday qilganda kichik maxluqlarning sharni uchirib qo'ymaydiganligini bilib oldik. Shundoq biz o'rganib oldik. Chunki shar intay yenik bo'lg'achqa, shu oson uchib ketadi ekan. Xuddi kichik ham yenik bo'lgan to'pdek to'xtamay harakat qilganga o'xshash. Biz biror eg'ir narsani uning bostirib qo'ysak uchib ketmaydi ekan. Bizmi ustiga yog'an tosh bilan besib qo'ysak bo'g'idek. Qarag'anda shunday qilsak bo'lmag'idek ku. Biroq sizlar o'yinni to'g'ri deyishga bo'ladi. Yenik sharlarning ustiga bir narsa qo'yib, uning eg'irligini oshirishimiz kerak. Biz yana eg'ir bilan yenikning matematiklik atalg'ular ishkeligini bilib oldik. Shu biz cho'qim muvaffaqiyat qildik. Biz birlikda g'alati matematik ishlataylik. Biz bir eg'ir jismning sharni besib turishiga muhtoj. Shunda qilganda shar uchib ketamaydi ekan. Biroq bu jism bak yo'g'on ham eg'ir bo'lib ketsa, shar etilib ketadi ekan. Qanamsa muvofiq jismni izlab boqaylik. Ha, bu qatim sizlar bilan bog'lashmanki, bu chiqim besib tura oladi. Vah, qaranglar, bir tal gul. Bu iniq toshning ko'p yenik. Bir tal gul beklik inikkan. Sharni besib tura olmaydi. Shunga biz guldan eg'irroq bo'lgan narsani tepishimiz kerak. Ha, yana toshda yenik bo'lish kerak. Bekmi eg'ir emas, bekmi yenik bo'lmasligi kerak ekan. Atrofda sharning to'piga qo'yg'idek yana qanday narsa bordi? Bizga yordamlashib bek eg'irmi emas, bek yenikmi emas narsani tepishib beringlar. Biz bu narsani sharning to'piga qo'yib, uni uchib ketishini saqlashimiz kerak. Etib kirgizish o'yinda ishlatilgan chambarak bo'lgandi. O guldan eg'ir, toshdan yenik. Biz g'alaba qildik. Shar etilibmi ketmadi, ham uchibmi ketmadi. Demak, o bak eg'ir emas, ham yenik emas ekan. Qaltis. G'alati yuzlik shar. Hey amaqat. Biz sharning uchib ketishidan saqlanish amalini topdik. Biz matematik bilimlarni g'alatilik oldi ishlatdik. Biz bu chambaraklarni baliq sharlarning to'piga qo'yib qo'yaylik. Yaxshi qildinglar. Biroq yana ba'zi bir kichik maxluqlar lengir taqtaq o'yinda avarishliqqa yo'liqib kelyapti. Shundoq ekan. Avo bechara kichik maxluq u yerdan tusholmay qoldi. Men nima qilarimni bilmay qoldim. Kichik maxluq lengir taqtaqdan tusholmay qoldi. Men uni lengir taqtdan tushira olmayman. Bu beklar eg'ir ekan-ku. Oy! Qo'vu, bu bir xatarlik. Yo'q, qanqimi garvat o'xshab qopti. Nima degan qiziqarlik? Haqiqat. Bu masalaga kelsak, so'zsizlarning kichik maxluq bek eg'ir shuni ko'tarolmayotdi. O'tildagi kichik maxluq bo'lsa, lengir taqtaqni bosolmayotdi. Chunki u beklik yenikkan. Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematikga maxfiy askartma so'zni yana bir qatim deyishimiz kerakligini bildirdi. Yenik, men 3 sanayman. Tayyorlab bitdimi? 1, 2, 3. Yenik. Qaranglar, biz g'alaba qildik. G'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Qurs qochgan bir g'alati maxluqning yo'g'an ham eg'ir bo'lgan erimchikning egasi bor ekan. Biroq bu maxluqning tuvanga faqat qo'li yetmay qopti. Uning bu erimchikni yeyishiga yordam qilaylik. Taroz ustiga kichik ham yenik bo'lgan bir parcha erimchik qo'yaylik. Yana bir parcha qo'yib boqaylik. Qarag'anda yana birini qo'ysak bo'lg'idek. Nahayt yaxshi bo'ldi. Rahmat sana matematik o'qimini ko'rsatish ekrani. Bu ikki narsaning eg'irligi o'xshash bo'lganda, demak, yenik narsaning soniga asosan taroz tampon bo'ldi ekan. Faqat yenik narsa eg'ir narsadan ko'p bo'lsa tang bo'ldi ekan. Buni o'rganib olganimiz nahayt yaxshi bo'ldi. Lengir taqqa qarab boqaylik. Ostidagi yo'g'aroq bo'lgan kichik maxluq udildagi kichik maxluqdan eg'ir ekan. Shuning uchun biz yenik tarafga ozroq narsa qo'shib qo'ysak, ikki tarafning eg'irligi o'xshash bo'lsa, unda ikkisi tampon holatga kiradi. Biroq bizda erimchik bo'lmasa, eg'ir bilan yenik narsaning soni lengir taqtaqning tampon holatiga ilib kelaydi ekan. Buning hammasi g'alati maxluq matematika bilimlari. Biz g'alati maxluq matematika bilimlaridan foydalanaylik. Qaranglar, yana bir kichik maxluqning chiqishi bilan lengir taqtaqning bir tarafi ozroq tuvaladi. Siz menga o'xshash o'yildingizmi? Albatta. Biz faqat yana ozroq kichik maxluqlarni qo'shib bir tarafdan tuvaltib lengir taqtaqni tamponlashtirishimiz kerak ekan. Kichik maxluqlar,
Qani kiramitlarni ko'rsatib, lingir taqtaqning ustiga chiqinglar. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Linger taqtaqning bir tarafi bag'an sir tuvallayotdi. Biroq kichik maxluqlar yana yeni kelib qolyotdi. Qani otlaninglar, kichik maxluqlar. Sakranglar. Tamponlasharmi deb qoldi. Yana bir kichik maxluqni qo'shsaqlik kifoya. Biz bekme ig'ir emas, bek yenikmi emas, kichik maxluqni tepib, linger taqtaqni tamponlashtirishimiz lozim. Bek ig'irmi emas. Bek yenikmi emas. Sen bo'ldi ekansan. G'aliblik bo'ldi. Kichik maxluqlar tamponlab keldi. Ha ha. Ho! Vah, qaranglar. Bu yerda hech kim o'ynamagan yılan başliq lingir taqpa ekan. Tez kelib o'ynaylik. Bu linger taqtaq buzilib qolgandek qiladi. Markiz, bu buzilib qolmagan. Biz faqat uning tamponligini saqlasak bo'ladi. Endi tamponlashdi go'vo. Senchi bu o'yin qiziqarliqmi ekan, ha? Jazmlashtiraman. Bu men o'ynagan eng ko'ngilli o'yin. Bizning yordamimiz bilan g'alati maxluq yaslisidagi yılan başliq lingir taqtaqlar normal ishlaydigan bo'ldi. Biz yenik bilan eg'irlikni o'qimini o'rgangandan keyin ana bu vazifani o'rnay oldik. Qoldi bo'ldi. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yangirtayli. Amsa 3 sanaymiz. 1 2 3. Biz matematikada g'alaba qozondik.